Assalomu alaykum, hurmatli avonsamiz. Bugun 4-dekabr 2025-yil. Sizlarga bugungi qo'yib o'tadigan mashinalarimiz Lacetti, Cobalt, Nexia 2, Nexia 3 avtomobillar. Lassetti'miz 2012-yilda ishlab chiqarilgan mexanik 1.8 atlarına minamli narsalar qo'yilgan. AMG deydi-ku. 4 tane yumshoq balonni o'rtacha holatda, motorlar yaxshi, to'la yemaydi. Kraskasi zanglar ishlanganda turibdi, teshkirtirib olaverasizlar. Probegi 90 mingdan o'tgan. Keyin metan gazi bor. Bahosına qarangan 2012-yil Lacetti. Ve bir Nexia 2'ni puli bo'lib turibdi-dan bu. Mashinamiz bahosi 67 million so'm. Ishlari yana yaxshi holatda, kojiniyat tiklanganlari, politlari bor, sinachikollari yo'q, Malibu barlar qo'yilgan, monitorlar qo'yilgan. Bir kunjisiga tuparish kerak ichini bo'lgani. Ishlari ham yaxshi holatda. Usuliyatlar ham bor ekan, arqalanda ulatming ko'tmizlari, ulatib bersalar, ishlab turibdi dedi. Faralar almashlangan, optira qo'yilgan. Shu yerda birozgina vaqtlik joyi bor ekan. Boshqa hamma joyi zo'r holatda. Motorunda hada o'yinda ish yo'q dedi egasi. Gelib ko'rib, haydab ko'rib, ustozi tekshirtirib olaverasiz. 67 million so'm. Naqshtir tashlasangiz ustida ozgina yashab beramiz. Keyingi mashinamiz 2015-yilda ishlab chiqarilgan mexanik korobka Cobalt 170 ming probeg yurgan. Kraskasini tekshirtirib olaverasiz. 4 ta yumshoq balon toza qo'yilgan. Ishlar ham yana yaxshi holatda. Poliklari bor, veloma bor. Velar yaxshi, obshitkalar, sedanchikolar yo'q. 170 ming probeg, maytafollar bor. Torpeda chexollar ham bor. Bahosi 85 million so'm. 2015-yil mexanik oq svet Cobalt metan gazlari bor. Keyin Nexia 2'miz 2012-yil sonlis motor. Adlar ham yaxshi ekan mashinani, chaqloqlari yo'q, endi narsalar qo'yilgan. Ya'ni ikki cheti chaqlamaslik uchun metan gazi bor. Probegi 262 ming metan bor. Bahosi 45 million so'm. Kraskasi asujut bo'lgan ekan. 4 tane yumshoq balonni boyna. Qaranglar, 10 million so'm bilan kreditga chiqarib beramiz. Notariuskaya hamma xarajati ichida. Ishlari. Poliklari bor, sinachikollari bor, maytafollari bor. Shu holatda. Nexia 2. Nexia 3'ni pultini chiqib bering. Temura. Bahosi 45 million so'm. Barter xizmatlar ham bor, kredit xizmatlar ham bor. Kelib ko'rib xarid qilaverasiz. Tashqi taraf ham zangi, churiki, kirchki yo'q Nexia 2'mizda. Ya. 4 balon paket. Keyingi mashinamiz Nexia 3. Nexia 2'ning bahosida bor. 2018-yil 19 kuzov, 161 ming yurgan, metani bor. Kraskasi birdan detalında petnosi bor ekan. Shu kapotning shu o'rinda. Gelsangiz bilinib turibdi shunday. Polirovka qilingan. Metan gazlari bor, metan pakalina qo'yilgan. Bahosi 87 million so'm. Endi mashina bir xato ko'rsataman. Qaranglar. Shumka yumshoq ballari bor. Yumshoq ballonda ercha ballon qo'yilgan. Qish uchun moslangan, lekin ercha ballonni yumshoq qiladi. Ochib beringmi? Magic karpotlar bor. Shumka, berinadan shumka urilganda turibdi egasi, shu yerlari, orqalari. Ishlarini ko'rib o'tamiz. Ishlar ham yaxshi holatda. Remoy to'g'ri egadan yetibdi. Poliklari bor, gazon polik. Keyin rullar qo'yilgan, maytafon, pioner, sinachikollari bor. Ishlar ham yaxshi holatda. Kolonkalar ham qo'yilgan yana. Kolonkasini ko'ramiz arkadaşlar. Ulan neyse işlere kolonka koyması sel yaxshi etmezler o'ziniki. Mashin top doğrusu. Ne deydi? Adduji değil mi? Parkop qo'yilgan ekan, lekin parkopi hali ishlatilmadi dedi egasi. Kelib ko'rib olaversa 4 tane yumshoq balon toza qo'yilgan. Magic karpot hamma narsasi bor. Bahosi 87 million so'm, 18 million so'mdan kreditga chiqarib beramiz. Oylik to'lovlarni telefonlarda tushuntirib beramiz. Ellerine mal uçakla qo'yilgan. Mashinamiz, bugungi mashinalarimiz Nexia 3 mexanik, Nexia 2 sonlis motor, Cobalt 2015 mexanik, Lacetti 1.8 2012-yil. Gelib ko'rib xarid qilaverasiz. Kredit, barter xizmatlarimiz bor. 1, 2, 3, 4 tane mashinamiz. Ikkinchi shu Lacetti'mizning metani 2024-yilda qo'yilgan ekan. Demek probeg ham o'ziniki. Sababi mezinde edib qo'ydi bu mashina, ko'proq sot bo'lishi kerak.
Endi probek degan narsasini tekshirtirib olaverasizlar. O'zingiz sotsangiz o'zim ham aytaman probekni. Kelaverasizlar, mashinalarimiz ko'p. Uy-joylarimiz ko'p. Sotadigan mashinangiz bo'lsa kelsangiz ham bo'ladi. Sotib beramiz. Xohlasangiz naq pul olib qolamiz. Temur ham shunda xizmatda. Necha soat xizmatdasiz bu yerda? 45 soat. 45? Ha, 2 kunlikni aytdingiz. Kelaverasizlar.